Assalomu alaykum testosteron kanalimizning muxlislari. Bugun Viagra, shu jumladan tadalafil haqida savol berilgan. Tadalafil testosteronni ko'taradimi? Ya'ni umuman sildenafil yoki tadalafil testosteronni ko'taradimi degan dars o'tamiz. Bu darslar kimgadir og'ir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu darslar talabalargami deb tushuntirilgan. O'rtoqlar, agar prosta xom xayolga ishonsanglar, hali ham yosh bola bo'lsanglar, testosteronni ko'taruvchi 5 ta taom, testosteronni ko'taruvchi 5 ta mashq, bunday qilsang zo'r turadi, bunday qilsang zo'r turadi degan videolarni o'tib ko'raveringlar. Bu fahm farosati bor, miyasi ishlaydigan odamlar uchun videolar. Sizlar o'rganib qolgansizlarda chiqib sizlarni aldashga. Yo'q, bu normalniy konkretniy dars isbotlari bilan ishonchli manbalarga asoslangan darslar bo'ladi. Xo'p, demak, kanalimizda bitta savol bo'lgan ekan. Tadalafil testosteronni ko'taraman desa, bitta odam o'sha javob berib qo'yibdi. Kimligini bilmayman, tushiradi deb. Yo'q. Tadalafil, ya'ni sizlar Viagra deb biladigan dori testosteronni ko'taradi, lekin ba'zi bir odamlarga ta'sir qilmaydi. Shuni bugun o'rganmoqchimiz. Xo'p, mana demak tadalafil testosteronni ko'taradi degan xulosa bor, lekin degan joyi bor. Har doim bilinglar, agar testosteron past bo'lsa, tadalafil bu odamga ta'sir qilmaydi. Ya'ni u odamda ereksiya bo'lmaydi. Tadalafil faqat testosteronni normalniy odamlarga ta'sir qiladi. Ereksiyasini kuchaytiradi, erektilniy disfunksiyasini davolashda ishlatiladi. Testosteronni ham ozgina ko'tarib beradi. Lekin testosteroningiz past bo'lsa, sizni tadalafil naborot umuman zarar qilmasdan boshingizni og'ritib, yana boshqa narsalar nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Ayniqsa katta dozalarda iste'mol qilgan uchun. Meditsina kasallikni sababini davolash kerak. Xuddi shunaqa Yevropa urologlar assotsiatsiyasining bitta gapi bor. Men shunga yopishib olganman, tavsiya. Demak, misol uchun testosteronni kamayish sabablarini topib, uni davolash kerak. Shunda testosteron ko'tariladi degandagi erektil disfunksiya, ya'ni jinsiy quvvatni pasayishini sabablarini topib davolash kerak. Shunda jinsiy quvvat o'zi normasiga keladi. Xo'p, qanaqa qilib testosteronni tadalafil ko'tarar ekan? Birinchisi, leydik hujayralarga primoy ta'sir qilar ekan. Fosfodiesteraza degan ferment leydik hujayralarning ichida, ya'ni testosteron ishlab chiqaradigan hujayralarning ichida bo'ladi. Uni ta'sirida o'sha xolesterinni mitoxondriyalarga o'tishi ko'payadi va ko'p testosteron ishlab chiqariladi. Demak, o'sha start belokni aktivatsiyasini hisobiga. Ikkinchisi, xo'p, ereksiyani ko'targani, kuchaytirgani uchun tadalafil demak doimiy regularniy jinsiy aloqaga sabab bo'ladi. Biz bilamizki, jinsiy aloqadan saqlanish bir necha kun testosteronni ko'tarib, u yog'iga tushirib yuborishi mumkin. Shuning uchun mana shu narsani bartaraf qilgani uchun testosteroningiz ozgina ko'tarilib qoladi. Xo'p, keyingisi bu narsa gipoteza hisoblanadi. Tadalafil aromatazani bloklaydi, qisman bloklaydi degan gumon bor. Ana shunda aromataza bilasizlar, testosterondan estradiol hosil bo'lishi uchun kerak bo'lgan ferment jigarda, yog' hujayralarida bo'ladi. Shuni qisman bloklagani uchun testosteroningiz ozgina ko'payib qoladi. Demak, kamroq estradiolga aylanadi. Demak, endi mana bu yerda testosteronni ko'tarish haqida va boshqa ta'sirlari haqida ishonchli manbalardan maqolalar keltirilgan. Clinical Endocrinology jurnalida 2004-yilda tadalafil yoki fosfodiesteraza 5 preparatlarni, ya'ni Viagra, siz bilgan Viagra degan preparatlarni, shu guruhga kiruvchi preparatlarni qabul qilganda, xo'p, LG'si oshgan. LG tushgan. Demak, LG tushganda testosteron oshganini bildiradi va общий testosteron bilan svobodniy testosteron oshdi deb xulosa berilishyapti. Xo'p, Andrologiya jurnali 2017-yilda 40 ta jinsiy zaifligi bor, erektilniy disfunksiyasi va ortiqcha vazni bor, metabolik sindromi bor odamlarga 5 mg dan tadalafil ichirishganda, demak, testosteronni oshgani kuzatilgan. O'rtoqlar, tadalafil testosteronni oshiruvchi preparat emas. U o'zi normalniy erkaklarning testosteronni ozgina oshirib beradi. Ya'ni Viagra ichsam testosteronim tushib ketadi deb qo'rqib yurganlarga tegishli bu video. Lekin bu borib sirazi aptekadan tadalafil olib iching degani emas. U misol uchun o'rganib qolsangiz nima bo'ladi? Shuni ham aniq qilinglar-da, inobatga olinglar. Xo'p, bu testosteron ularda super bo'lib oshib ketmagan. Mana в пределах нормального диапазона. Ya'ni misol uchun keling o'zbeklarniki yoki keling dunyoni olamiz. Ular referensni 12 dan 42 gacha deyishadi. Keling bir odamniki 27,
u tadalafil ichdi, 22 bo'ldi, 23 bo'ldi, 24 bo'ldi. Ya'ni super bo'lib 200 bo'lib ketmadi, 300 bo'lib ketmadi, lekin ozgina oshishiga sabab bo'lyapti. Xo'p, keyingisi mana bu yerda urologiya jurnali 2014-yildagi ma'lumot, juda katta tekshiruv. Xo'p, demak tadalafilni 2,5 mg 12 hafta mobaynida ichirishgan, testosteronni 300 nanogram detsilitrdan kam va ko'plarga bo'lishgan. Demak, ikkala gruppada jinsiy quvvat yaxshi bo'ldi, lekin testosteroni past gruppada bu narsa kamroq kuzatildi deyapti. Bilasizlarmi nima degani? Agar sizni testosteroningiz past bo'lsa, Viagra, tadalafil, sildenafil ichganingizning foydasi yo'q. Testosteronni ko'tarib turib, keyin agar shunda ham erektilniy disfunksiya tiklanmasa, shundagina ichish to'g'ri degani. Xo'p, keyingisi Seksual meditsina degan jurnalda 2016-yilda chop etilgan maqola 1075 ta odamda tekshirilgan. Ularda prostatasining giperplaziyasi ham bo'lgan, jinsiy quvvati pasayishi ham bo'lgan. 12 hafta mobaynida 5 mg dan tadalafil ichirishgan. 32,4% erkaklarda testosteron past bo'lgan ekan. Xo'p, rezultati shunaqa chiqibdi. Nima degani? Mana shu yerda testosteroni kam erkaklarda Viagrani ichgandan unchalik foyda bo'lmadi, unchalik qoniqmadi deyapti. Demak, testosteron past bo'lsa, testosteronni ko'tarib keyin ichirar ekanmiz. 2011-yilda Seksual meditsina jurnalida yana bitta chop etilgan maqola 173 ta erkakga 45 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan erkaklarni Viagra ichirganda ereksiya bo'lmagan erkaklarni tekshirib ko'rishsa, ular tekshirib ko'rishmagan, ularga testosteron qo'shganda ko'pchiligida ereksiya tiklandi deyapti. Maqolaning xulosasi, Viagra ichsa ham turmaydigan erkaklar testosteronni ko'tarib keyin ichganda turibdi. Xo'pmi? Keyingisi 2013-yildagi yana iPass study degan, ya'ni iPass degan tekshiruv. Deyarli 1,5 mingta erkaklar, testosteroni past erkaklarni testosteron ukolini qabul qilgan. Xo'p, keyin o'sha Viagra ichsa ham turmaydigan erkaklarda testosteron ukolini olgandan keyin yana qo'shimcha 13% da ereksiya paydo bo'lgan. Tushundingizmi? O'sha 35% dan 57% ga ko'tarilibdi. Xo'p, bilaman qiyin dars bo'lyapti, lekin bilasizlarmi, kelajakda bizni balki bu videoni qaytib ko'rganingizda, balki hozir уже сразу tushunayotgandirsiz, balki qaysidir vrachlar ko'rib qolar. Bunaqa darslar yo'q. Balki o'zimni farzandlarim ko'rib qolar, balki bu darslarni tushunadigan odamlar ko'rib qolar. O'shalarni foyda o'zim ham mazza qilyapman. Eng birinchi o'zim mazza qilyapman bu videoni olganimga. Sizlarga qiyinlik qilayotgan bo'lsa kechirasizlar. Yana savol qoldirib ketsanglar javob beramiz. Xo'p, demak, rekomendatsiyalar. Biz xalqaro avtoritetli istochniklarni tavsiyalariga amal qilishimiz kerak. Xo'p, Yevropa urologlar assotsiatsiyasi 2025-yildagi ma'lumot. Demak, juda kuchli tavsiya. Kuchsiz jinsiy quvvatsizlik kuzatilayotgan, ya'ni ifodalanmagan, вообще impotent emas, jinsiy quvvati susaygan erkaklarda agar testosteroni past bo'lsa, birinchi preparat bu testosteron preparatlari, ya'ni uni testosteroni past bo'lsa ko'taringlar deyapti. Xo'p, endi og'ir holat bo'lsa, Viagra yoki o'sha inhibitor fosfodiestraza preparatlarini berib, ya'ni sildenafil, tadalafil berib, testosteronini ham ko'taringlar degan tavsiya berilyapti. Mana shunga birinchi o'rinda amal qilish kerak bo'ladi. Amerika urologlar assotsiatsiyasi agar testosteroni kam bo'lsa, testosteronni o'zini bersangiz, erektilniy disfunksiyaga qarshi unchalik ham yordam bermaydi. Lekin fosfodiestraza 5 preparatlari, ya'ni Viagra gruppa preparatlari bilan birga qo'shilganda effekti zo'r bo'ladi erektilniy disfunksiyani davolash uchun deyapti. Faqat Viagra bergandan ko'ra. Xo'p. Keyingisi testosteron kam bo'lsa, testosteronni ko'tarib fosfodiestraza 5 preparatlarni berish, ya'ni Viagra preparatlarini berish. Mana bu tepada ham xuddi shu narsa aytayapti. Bitta Viagra berish o'zidan kuchli deyapti. Xuddi shu narsa tepada ham aytilyapti.
Xo'p, demak, Viagra yoki sildenafil yoki tadalafil, asosan tadalafil haqida gap ketyapti. Testosteronni ko'tarishi haqiqat ekan, ozgina ko'tarar ekan, в пределах нормы, o'zini norma diapazoni ichida. Xo'p, testosteron past bo'lsa, teskari effekt bo'ladi, umuman turmay qoladi, battar kuchayib ketishi mumkin. Xo'p, barcha tavsiyalar, guideline degani o'sha xalqaro rekomendatsiyalar, avtoritetniy источниклар, katta manbalar hammasi bir xil gap gapiryapti, bir-biriga qarshi ketmayapti. Agar testosteroni past bo'lsa, testosteron qilamiz. Xo'p, fosfodiesteraza 5 preparatlarni berish bu testosteronni kam odamni davosi emas, qo'shimcha bo'ladi. Agar keyinchalik o'sha jinsiy quvvatsizligi davolanmasa, qo'shimcha qilib qo'shamiz. Testosteron past bo'lsa, yana bir marta tavsiya berilyaptiki, tadalafilni samaradorligi pasayib ketar ekan. Xullas, Viagra ichib, ereksiyasi tiklanmagan odamlar testosteronini tekshiringlar, ko'taringlar, yaxshi bo'lib ketasizlar. Xo'p. Tadalafilni jinsiy quvvatni oshiradigan dori sifatida qabul qilinglar. Testosteronni ko'tarar ekan deb ichmanglar. Aptekaga Viagra olaman deb kirgan har 3 ta erkakning bittasida точно testosteron 300 nanogram detsilitrdan. Bu degani 10 nanogram tak, nima edi? 10 nanomol litrdan past. Demak, bu juda ham past. Yoshingiz nechida bo'lsa ham, o'layotgan chorlikida ham past hisoblanadi. Kim mana shunaqa savollar bo'yicha davolanish uchun murojaat qilmoqchi bo'lsa, bilasizlar, har safar aytaman, mana Telegramim. Telefon qilmang, Telegramdan yozsangiz javob beraman. Xo'p, men bilan bog'lana olmasangiz, mana klinikaning telefoni. Telefon qilib kerakli ma'lumotlar, ish kuni, xarajatlar, lokatsiya bo'yicha olishingiz mumkin. Men bu klinikaning adresi, o'rtoqlar, faqat och qoringa soat 8 ga kelsa bo'ladi. Ovqat yeb, prosta gaplashaman deb kelib ovora ham bo'lmanglar. Sirazi tayyor bo'lib kelinglar, ungacha Telegramda ishingizni bitirib oling. Men javob beraman 1 sutka ichida. Yana bir marta eslab qolinglar. Aptekaga kirib tadalafil sotayotgan erkaklarni 33% testosteroni dahshat kam. Demak, o'sha 10 nanomol litrdan, bu butun dunyo bo'yicha kam hisoblanadi yoki 300 nanogram detsilitrdan точно kam. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.